Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Yakubova Nargiza Rustamovna, Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun sizlarga uglevod xossalari tuzilishi va biologik funksiyalari haqida ma'ruza o'qib beraman. Ma'ruza rejasi, uglevodlarning umumiy xarakteristikasi, uglevodlarning klassifikatsiyasi, monosaxaridlar, oligosaxaridlar va polisaxaridlar bo'ladi. Uglevodlar oqsillar va lipidlar bilan bir qatorda tirik organizmlarning eng muhim kimyoviy birikmalari hisoblanadi. Ularning molekulari asosan karbon, vodorod va kislorod atomlaridan tuzilgan va ulardan ko'pincha yoki umumiy formulaga ega. Odamlar va hayvonlar organizmda uglevodlar g'oyat muhim funksiyalarni bajaradi. Eng avvalo energetik funksiya, ya'ni hujayralarning asosiy energiya manbai hisoblanadi. Struktura funksiyalari ko'pchilik hujayra strukturalarining doimiy komponenti. Himoya funksiyasi immunoglobulinlarning uglevod komponentlari bo'lib, immunitetni ushlab turishga qatnashadi. Bulardan tashqari, barcha boshqa sinf organik birikmalarning biosintezi uchun uglevodlar yoki ularning almashinuvi, organik moddalar, metabolitlar birlamchi himoya bo'lib xizmat qiladi. Uglevodlar hujayraning genetik materiallari, nuklein kislotalar, dezoksiribonuklein kislota va ribonuklein kislotalarining nukleotidlarning tarkibiy qismi hisoblanadi. Qolaversa, uglevodlar organizmning metabolizmida nihoyatda muhim rol o'ynaydigan nukleotid kofermentlarning komponentlari tarkibida hamda organizmda murakkab va muhim vazifalarni bajaradigan ko'pchilik murakkab biopolimerlar, glikopeptidlar va glikopeptidlar, glikolipidlar, glikonukleopeptidlar va boshqalarning tarkibiga kiradi. Birinchi marotaba uglevod atamasi Derb hozirgi Tartu universitetining professori Karl Schmidt tomonidan 1844-yilda taklif qilingan. U molekulalar uglevod, vodorod va kislorod atomlaridan tashkil topgan. Invertik formulaga ega bo'lgan organik birikmalarni uglevodlar deb atagan. Chunki oxirgi formula uglevod va suv ma'nosini bildirib, uni qisqartirishda uglevod atamasi kelib chiqqan. Haqiqatdan ham o'sha davrlarda ma'lum bo'lgan uglevodlarning deyarli barchasi ana shu formulaga ega bo'lgan, jumladan glyukoza va fruktoza, saxaroza va laktoza, sellyuloza, kraxmal va glikogen formulalariga ega. Hozirgi vaqtda qabul qilingan klassifikatsiya bo'yicha uglevodlar o'zlarining kimyoviy tarkibiga ko'ra 3 ta guruhga bo'linadi: monosaxaridlar, polisaxaridlar va oligosaxaridlar. Monosaxaridlarning yana kichik guruhlari aldozalar, ketozalar. Polisaxaridlarning kichik guruhlari gomopolizozalar va heteropolisaxaridlar. Oligosaxaridlar, disaxaridlar va trisaxaridlar guruhchalariga bo'linadi. Monosaxaridlar yoki oddiy qandlar rangsiz, qattiq kristal moddalar suvda osonlik bilan eriydi, ammo nopolar erituvchilarga erimaydi. Odatda ularning hammasi shirin mazaga ega. Ularning molekulalari shoxlanmagan, zanjirli hosil qiladigan 2 tadan 7 tagacha karbon atomlarini tutadi. Molekulalardagi karbon atomlarining soniga ko'ra monosaxaridlar bo'linadi. Biozada, triozadalarga, titrozarlarga, pertozarlarga, geksazarlarga va geptozarlarga bo'linadi. Quyida formulalari sizga keltirilgan. Oligosaxaridlar bu uncha ko'p bo'lmagan 2-10 monosaxarid qoldiqlaridan tuzilgan va o'zaro glikozid bog'lar bilan birikkan uglevodlar. Shunga ko'ra ular disaxaridlar, trisaxaridlar va hokazolarga bo'linadi. Tabiatda eng keng tarqalgan va erkin holatda uchraydigan oligosaxaridlar bu disaxaridlardir. Boshqa 3 va undan ortiq monosaxarid qoldiqlaridan tashkil topgan oligosaxaridlar deyarli erkin holda uchramaydi. Polisaxarid, kraxmal va glikogenlarning
yon shoxlarini hosil qiladi va glikoprotein, glikolipid va boshqa murakkab bioelementlarning uglevod komponentini tashkil qiladi. Polisaxaridlar bu yuqori molekulyali moddalar bo'lib, molekulalari yuzlab, minglab monosaxaridlar kabi ularning xossalari qoldiqlardan tuzilgan. Polisaxaridlarning kimyoviy tuzilishlari amalda bir xil. Molekulalari chiziq shaklidagi yoki shoxlangan polimerlar bo'lib, ularning monomerlari o'zaro glyukozid gidroksil bog'larini bilan bog'langan bo'ladi. Tuzilishlarining umumiy prinsipial nuqtai nazardan polisaxaridlarni ikkita guruhga bo'lish mumkin. Monosaxaridlar birikmalarining faqat bitta tipidan, ya'ni faqat bir xil monosaxarid qoldiqlaridan tuzilgan. Gomopolisaxaridlar va ikki va undan ortiq xil monosaxarid yoki ularning hosilalari qoldiqlaridan tuzilgan heteropolisaxaridlar mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli o'quvchilar. Ortiqcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, axborot resurs markazimiz Renessans ta'lim axborot resurs markaziga har doim murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.